Asrorbek bo'ldi, buni barakasini uzing endi aka. Bo'ldi, beramiz. O'sha pulga berasizmi? Ha, sotdim. Alloh barakasini bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Barakali savdo kanalimiz ashaddiy obunachilari. Akalar, bugunga hop Namangan viloyati, Namangan tumani arzonchilar, o'ptimchilar qishlog'i, Tepago'ron qishlog'idan syomkalarimizni olib boramiz. Akalar, hafta kuniga bugun juma ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Bugungi sanamiz 7-noyabr. Akalar, bugun biz Asrorbekni qo'ralariga kelganmiz. Asrorbek, hormang. Keling, charchama yetib oldingizmi? Ha, rahmat. Qo'ylar zo'rdan kelib olibsiz aka. Qo'ylarni birinchi sort tozalarini olib oldingiz. Xo'p. Bular hammasi afg'onmi aka? Hammasi afg'on bo'ladi. Afg'on sog'liq ishqibozlari, hurmatli obunachilar, mana afg'on ishqibozlari uchun mana akalar, afg'on. Bular naq bo'g'oz ekan. Hammasi bo'g'oz. Bular yetik bo'g'oz ekan. Hammasi o'zi yelini tashlab qopti. Hammasi yelini tashlab qo'ygan ekan aka. Xudo xolosa hammasi yelim qo'zg'ab. O mana 3-4 metr masofadan beryapman, hurmatli obunachilar. Mana o'zlaring ko'rib baho beringlar. Mana aka. Yana ko'rsatib qo'ying. Badan jonivorlarni qarang aka. Yuzlaringni qarang aka. Toza oq yuz. Xo'p, aka, bularni endi yosh oyligi qanaqa? Yosh oilaga so'yin 4-ish, 6-ish. 4-ish, 6-ish. Tishi maydalagan, to'kilib ketgani yo'q. Bunaqa to'kilib ketgan, maydalagani yo'q, lekin 8tasi ham bitta bor. 8tasi ham bitta bor. 8tasi ham lekin 2-3ta tug'uradi, yana xotirjam. 2-3ta emas, 5-10 ta ham tug'uradi, yaxshilab baqilsa bo'ldi, sen buni. Qarovga bog'liq, ha? Qarovga bog'liq buni. Qarovga bog'liq. Hurmatli obunachilar, mana afg'on sog'liq bo'g'oz ishqibozlari so'ragan tanishlaring bo'lsa, videoni maksimalniy darajada tarqatib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Asrorbek, endi aka, bularni narxini dollarda qo'ymaysiz aka? Yo'q, bular dollarda so'mda qo'yib berasiz. So'mda qo'yib, xudo Xo'p, aka, birma-bir bularni bo'yini ham bitta o'lchab keting, baribir bo'yiga qiziqishadi. mana shu atga metrda. Metrda bering. Mana aka. 90 oshiq ekan. 90 ga olishadi. Sen bunday gap. Qo'y 90 ga ham emas, 85 plyusga olasiz. 85 plyusga olasiz. Borganda sizni uyaltirmasin. Meni uyaltirmaydi, xudo xolosa. Borganda sizni uyaltirmasin. Qo'ylar lekin O, gap yo'q aka, lekin. Qaydan so'yim mana, buni qo'yman bor. Buni qo'yda ham bo'yni bir ko'rib qo'yamda. 8 metr ekan mana shu qo'ylar aka. Mana aka, yerdan beryapman. Mana. 95 ekan. Sen 85 plyusga olasiz qo'ylar. 85 bo'yiga talashmaysiz Asrorbek. Talashmayman har doim buni. Bo'yiga talashmay. Qo'yda, misol men narx aytishim ham mumkin. Bu savdo. To'g'ri aka. O'tgan safar ham qo'ydik, o'tgan safar ham qo'ydik. Negativ to'lib ketdi, to'g'risi ham. Bu qo'yni tushungan odam ishonaver, 1 minutda oladi qo'yni. To'g'ri. Akalar, lekin xudo xolasa bugunga hamma qo'ylar o'zini narxida chiqadi. Qo'yni tushungan, bilgan akalarimiz o'zi biladi, misol uchun. Uni tushunmagan odamga Asrorbek negativlarga e'tibor bermaysiz aka. Negativ, bizni negativ yozish olsin. Qancha negativ bo'lsa o'sha. Bizni anaqamiz, reklamamiz rekka chiqadi-da, to'g'risi gapda. Bitta tushunadigan odam ko'rib qolsa qo'ydi, bittada telefonda oladi. Ha, gap yo'q, lekin Asrorbek bularni bitta ikkitasini shisha tishini ochib ko'rsatib bering aka. Bo'lsin mana. Realniy bo'lsin. Aka, mana. Tishini qarang, 6 ta ekan. 6 ta. So'ng mana 6 ta. 6 ta ekan. 6. Aksariyat 6 tish so'ng hammasi. Aksariyat tishi hammasiniki 6 ta ekan. Hurmatli obunachilar, tishi to'kilib ketgan, ovqat yeyolmaydigan qo'y yo'q bu yerda. Inshaalloh. Bir tomoni bor so'ng. Qo'ylar dalani qo'ydi. Dalavach. Dalavach, hammasi. Ha. Hop, aka, bular hammasi naq bo'g'oz aka. Yelinlarni qarang. O'zi yelin tashlab qopti mana aka. Mana shu. Mana. Qo'lar qarang. Mana. Aka, yelin tashlab qopti o'zi. Hammasi. Asrorbek. Bir boshdan ko'rsating. Mana aka. U bitta qo'ydi. Hammasi yelin tashlab qopti mana. Xo'p, Asrorbek, bular necha oylikdan bo'g'ozga berasiz endi aka? So'yar oldi cho'ylakdan o'tgan. Oldi 3 oylikdan o'tgan. Lekin qo'ylar bor, o'ta degan qo'ylar bo'lar ekan. Ha. Mana shuni ketyapti, ko'rasiz. Asrorbek, endi gap bilan bo'lib, aka, bularni so'ramabmiz. Bo'g'ozligi necha oy? So'yim buni bo'g'ozligi 2 oylik, 3 oylik plyus. 2 oy, 3 oy 2 oylik, 3 oylik plyus.
Xohlasa yana oxiri qo'ylar tug'ib beradi. Yanvarda oxiriga tug'ib beradi. Yangi yilga ham yangilik qilib beradigan bitta ikkitasi bor. Xo'p. Hop, gap bilan bo'lib endi so'raman, soni bu yerda nechta dona aka? Soni bu yerda 10 dona. 10 dona bir qora aka. Bir qora. Bir qora. Ammo sen bu yerda 10 ta qo'ydiribdi, 10 tani bitta sotar ekan deb telefon qilib qo'yishmasin. Bittasini ham sotaveramiz. Bu kelish qo'zg'ab bo'ldi. Bir donasini ham sotilaveradi. Bir donasi ham sotilaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, endi bitta gapi buni narxida qoldi. O'sha buni narxini dollarda qo'ymaymiz, o'g'ilbocha gap. Yo'ldagiga yo'lda sotamiz. Ammo bitta ikkitasi yozishi mumkin, yana qimmat boshqa qilishi mumkin, lekin qo'y tushungan odam Ha, qo'ydi tushungan odam to'g'risi gapda. bilaveradi o'zi aka. Ha, sen oldi qo'shdi qilmayman. 9 million 600 ming so'mdan chiqazib beraman. Dastlabki qilib, Toshkentgacha meni bo'yimda u yoqqa kelishamiz. Aka, siz ham dangal aytamiz, biz ham dangal so'raymiz. 93 dan berishadi aka. Yo'q, 93 dan to'g'risi gap. 9 million 300 ming so'mdan yomon pul berganimiz yo'q lekin. Endi bizni dangalga biladi, biz obunachilar tomon bo'lamiz aka. Bilaman, endi sizlar obunachi tomon bo'lasizlar, hech qachon savdogar tomon bo'lmaysizlar. Biz orqali kimdir qo'ylik bo'lib, ozginadan foydalansa, biz shundan xursandmiz aka. Shu ham biz ham buni olib kelamiz, soni ko'p. Shunaqa, sizga ham ozgina qolsa sotasiz aka. Shu ham biz yaxshi olib, o'tiramiz buni. Shunaqa. Foydalanamiz, o'tirishda foyda yo'q. To'g'risi gapda. Aka, buni boru. Tez obrat qilsa, o'shandan foyda bizga. Mashina donaga ikkita 10 milliondan 20 millionga ham sotadiganingiz bor. Bor ichida mana shu. Bor. Lekin aka 10 tasini bitta olganga so'rayman. Insof bilan ish qilgan odam baraka topadi aka. Bo'ldi, mana o'sha gapingizga 9,5 milliondan hisobga qilishimiz beraman. Aka, bitta gap. Oxiri 94 dan berishadi, barakasini aytim. Bunday gap gapiraman, 94,5 dan sotib qo'ydi. Yo'q, 94 dan beramiz. Bo'ldi, oxiri 94 dan soting. Men ham yomon gap gapirmadim. Yo'q, siz ham yomon aytganingiz yo'q. Kanalda chiqishni endi boshladingiz aka. Ha, xolos, shu ikkinchiga chiqyapti. O'sha safar ham qo'ylar sotib tugatding. 1 soatda tugadi. O'shancha negativ bo'lganimda 1 soatda tugadi. 1 soatda qo'ylarimiz tugab ketdi. 23 ta ko'rganda Toshkentda kelganda biz sirasi bitta soatda bitta soat bo'lsangiz like bosib qo'ying, chiroyli qilib. Shu ham bunday gap, sotdim obunachilarimiz 9 million 400 ming. 9 million 400 dan Alloh barakasini bersin. Alloh barakasini bersin. 9 million 400 ming so'mdan mana 10 ta bo'g'oz afg'on sog'liqlar barakasini olib qo'ydim, hurmatli obunachilar. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Garantiyali bo'g'oz. Garantiyali beriladi. Hamma yemoq, ichmoq kamchiliklari yo'q. Asror bitta ikkita olamiz desa, plyus minuslari qanaqa? Shu ham plyusiga gaplashib turamiz. Biz 400 ming 500 ming qilamiz. 200 ming plyusiga tanlab olsa, telefonlar. Liboy bittani tanlab olasiz aka, 200 ming plyusi bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammasini olsa. Hammani olsa telefon qilsa, o'p summaga ozgina siyla beraman. Joning sog'. O'tingizga rahmat. Hammasini bitta olishamiz degan bo'lsa, yana hayrini qilib berar ekanlar. Hurmatli obunachilar, shoshilib aloqaga chiqarasiz. Bo'lmasam ikkinchi partiyalarimiz boshlar. Partiyamiz yana chiqadi. Yana avval chiqadi. Puli ozgina puldan kamroq bo'ladi. Puli ozgina yengilroq bo'ladi. Bitta partiya prosta joyimiz kichkina o'zingiz bilasiz. Bilaman aka. Shuning uchun ikki partiya. Hurmatli obunachilar, like-ni bosib turing. Ekizakni zo'ri bor, zo'ri kelgan. Like-ni bosib, chiroyli Ekizakni vafshim zo'rlari bor deyapti. Xudo xolasa obunachilar like-ni bosib turing. Ikkinchi partiyamiz boshladi. Akalar, bo'lmasam mana ikkinchi partiyalarimizga ham mana afg'on bo'g'oz sog'liq ishqibozlariga maksimal darajada videoni tarqatib qo'ying. Asrarbek bugungi qo'ylar zo'rlanib kelib qo'yibsiz aka. Haqiqiy afg'on ishqibozlari uchun bugun maza qiladigan video bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormasa oxiriga ko'rib turinglar. Xudo xolasa narxi arzon bo'ladi. Asrarbek bu yerda nechta aka? Soni 11 dona, bitta qo'chqor, 10 ta so'liq. Bitta qo'chqor, 10 ta so'liq. Hammasini bitta qo'yasizmi, qo'chqorni alohida qo'yasizmi narxini? Bittada ketaveradi. Qo'chqori ham bittada ketaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Qo'chqorini ham bitta narx qo'yaveraman deyapti. Mana aka qo'chqor. Qo'chqori ham lekin $1000 qo'chqor ekan aka. Buni o'ylarni ham qarab qo'y. Mana. Aka. Mana qo'y. Qalayni bo'shatib qo'y. Mana. Hali metrda beringlar, sirazi metrlar berib qo'yinglar. Sirazi metrda. Sirazi. So'ng bu qo'ylar ham nari qo'ylar bilan bab-baravar. Mana yerdan 90 aka. O'z bo'yli hammasi bir xil ekan aka. 85 ga olishaveradi, 85 ga olishaverar ekan. Hurmatli obunachilar, 85 ga olishaverasizlar. Qo'chqorni qarab qo'ying aka. Ular ham bo'g'oz aka. Bular ham bo'g'oz, hammasi bo'g'oz. Hammasi yetig bo'g'oz ekan inshaalloh. Mana. Buni qo'ylar 90 plyus ham, sen. Ana bo'ylar aka. 90 plyus ekan. Haqiqatda 90 plyus ekan.
Bularni aka yoshlari qanaqa? Yoshlari 4 yosh, 6 yosh. Bunda ham bor bitta 8 4 yosh, 6 yosh akalar. Qo'ylar qara, yelim qo'zg'ab bo'lgan hammasi mana. Mana, hurmatli obunachilar, mana yelim tashlab qolibdi. Haqiqatda bo'g'ozga yaqin bo'g'oz ekan. Mana, nimadan bitta ikkitasini shu ushlab kishini ham ko'rsatib o'tib ketaylik, aslida. Mana shu. Realni bo'lsin. 6 yosh. 6 yosh. Realni bo'lsin. Mana. Hammasi 6 yosh ekan. 6 yosh. Hammasi 6 yosh ekan. Bu yerda 8 yosh qo'yam kam ekan, juda ham. Ey, qo'limga kirganini ushladim, shu to'g'risi gap. Qo'lga kirilgani ushladi mana. Unisini tanlab, ushlagan yo'q. Bunisi 4 yosh ekan. Mana. Akalar 4 yosh ham bor ekan mana. Qo'ylar, muhimi qo'ylar yosh ekan Asrorbek. Mana sen bu qo'chqarni ham bitta ko'rsatdi. Qo'chqar haqiqiy gigant ekan. Metrda beringlar, sirasi bunday o'lchab beraylik. Asrorbek bu metrga yaqin shekilliga. Xolos. Shu qo'y kelganda bular baqilyapti o'zimiz xonadonda o'zimizda emas, bitta yaqin insonimizda baqilyapti ham bunga. 95 Bosh qo'chqar ham 140 kilolik qo'chqar ekan, shu. 140 kilolik qo'chqar bo'lgan ekan. 21 ta afg'on ichida sog'liq ichida yurgan. 21 ta afg'on sog'liq ichida yurgan ekan. Ha, 4 yosh. 4 yosh ekan, yosh ekan. Yosh ekan. Asrorbek bo'ldi aka, bular narxida. Bular narxidami? Ha, 10 bittasini bitta tortarga aka. Bitta bonus qilaymi? Qo'chqar ham o'sha narxda, hozirgi narxda 9.400 ming so'mni eshigini tagiga tushirib beraman bor aka. 9.400 dan lekin bo'lmaydi aka. Qo'chqar ham ichida buni. Bo'pti 50 mingdan tushib berasiz. Siz ham dangal gap. Yo, endi men ham yomon aytmadim ama. Yo 94 dan yomon aytmadingiz, lekin 9.350 dan barakasini 50 ming so'mdan yana o'tib bering aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. 50 ming so'mdan ozginada mana xayrini qilib oldik. Inshaalloh 9.350 ming so'mdan qo'chqori ham ketaverar ekan akalar mana. Qo'chqori ham ketaverar ekan. 11 donasini olgan odamga xayri bor yana. Ilm qilishadi, xayrini ham qilib berasiz Asrorbek. Ozgina qilib beraman. Ozginadan xayrini qilib beriladi. Sog'liqlarni qarang, haqiqiy lekin maza qilib pulingiz bo'lsa, boqadigan variantlardan ekanda bolasini 3-4 yil xotirjam olib yuraverasizlar ekan. Bo'lmasam shu oxirgi partiyamizga egiz bor. Like bosib qo'ying, aka aylam like bosmayapsiz-ku. Hoji aka, like-ni bosib turing. Birinchi bolalar. Bo'lmasam aka, 3-partiyamizga, oxirgi partiyamizga qo'yiladi. Haqiqiy legendalar ekan. Ikizak Arashan, toza Qirg'iziston. Aka shu bollarini hammasini bitib ushlab ko'rsating, quloqlarini qarang aka. To'sama. Uyda chort qo'ylar. Mana aka inasi. Inasi 4 yosh ekan. Birinchi bolalar. Birinchi bollari mana. Qo'chqor sovliq. Mana bunisi qo'chqormi? Qaysingiz qo'chqor? Mana bunisi qo'chqor ekan. Mana bunisi sovliq ekan. Aka lekin sovliqni yuzlarini qarang, quloqlarini qarang. Quloqlari salki 20 cm ekan. Haqiqiy toza Qirg'iziston Asrorbek. Toza Qirg'iziston, Toza. qo'chqarni qarang. Qo'chqorni qarang, oq yuz ekan. Oq yuz, toza narsa. Mana. Gap bo'lishi mumkin. Inasini birinchi bollari ekan. Inasi bo'g'oz emasmi? Ekinsiga bo'g'oz, buni bolasi ham qochib qolibdi bu. Inasi ham, bolasi ham bo'g'oz. Bunaqasi bo'lgan emas, hurmatli obunachilar. Qorinni tashagan. Qorinni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. Qo'zi. Mana tishini ochib ko'rsatdi. Qo'zi, hali qo'zi. Bu qochib qolgan endi. Bu qochib qolgan ekan. Yelimda hozir bular sira tashavermaydi-da, bularda yeli yo'q. Bular yeli tashaydi. Bu inaning yelini bor, mana shunday o'lyapti. Inasini yelini bitta ko'rsatib qo'y. Yelini tashlab qolibdi, hurmatli obunachilar. Bo'g'oz ekan. Yana ikkita tug'ib bersa Asrorbek. Hurmatli obunachilar olmadi bu. Hammasi, xudo xolasa so'yib, bular tug'ib beradigan bo'lsa, uyda 7 ta qo'yib qoladi. 7 ta qo'yib olib ketadi, haqiqatda. Gap bo'lishi mumkin emas. Asrorbek bularni bo'ylarini birma-bir o'lchab ko'rsatib bering. Birma-bir o'lchab ko'rsatib beramiz. Ana bir o'shdan. Ana inasidan boshlaylik-ku. Bu inasi endi. Inasi mana yerdan Chiqqaniga bo'lsa necha uradi? 85 plus ekan. Chiqqaniga bo'lsa necha uradi? 85 plus ekan. Mana bu bolasi. Mana bu bolasi. 80 plus. 80 plus.
Mana ikkinchi bolasi yerda. Bunisi ham 80 ekan. 80. Oldi to'sonlar. Asrorbek endi aka buladi narxini $3000, unaqa narxlar yo'q. Yo'q, bular narxi Bo'ladigan qilib qo'yib berasiz. Bo'ladigan. Toza arashan zotiga javob beraverasiz aka. Zotiga javob beraman, ammo bu birattasini qo'l ochiq qo'ldanmiz sen. Katta pul qo'yib balay qiladi. Men to'g'ri men ham ozlab pul qo'ymayman, lekin men bizga ham ozgina pul kelmagan-da. Quloqlarini qarang. To'g'ri. Asrorbek akamiz ham sotib olganlar. Men ham sotib olganman. Ozginadan qolsa sotadilar inshaalloh. O 5 ta qoldi, ozatib qolib, buni qolib Uni keragi yo'q. Insof bilan narxi. Razleslarga ham ketmaydi. Qarang aka. Lekin haligi yo'q, böyle dumpum degan narsa chiqmagan bu. Yo'q, bu qo'ylarda ko'rdim, hurmatli obunachilar, men o'zim ham qo'y bilan shug'ullanaman. Bularda dum yo'q. Bitta ikkita qo'yda ko'ryapmiz, haqiqatda dumi chiqib qolyapti, zoti bor deganda ham. Asrbek bo'ldi aka, bularni narxini videoni cho'zmaylik aka. Sen bular boladan haqli gap gapiraman. Siz ham o'tbir demaysiz. O'tib bermaydan qilib so'rasangiz o'tib ber demayman. 23,5 million nima deysiz? Bitta aytdingiz, bitta aytaman videoni oxir. 23 million berishadi obunachilar. Voy, Yo'q, bo'ladigan narx aka, 23 million. Yomon pul emas aka. To'g'ri, siz ham yomon aytmadingiz. Bu qo'ylar boshqa kanalda chishyapti. 25 million, 30 million ham. Har xil endi qo'ygan qo'yaveradi. Birov mana xolos biz to'g'risi gapda buni birovlarga misol erta bo'lib tuyulishi mumkin, lekin qo'y bari bir kishi uyga borib to'p qolgan bo'lsa, so'ng enasi ikkita bola, 7 ta qo'y bo'ladi. 30 million naqd o'tib ketadi qo'y. Qo'ydi tushungan odam bor-ku, qo'yingiz baraka qilib olaveradi aka. So'ng sotdim men 23 millionga. Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 23 millionga mana barakasini olib qo'ydim. Qo'y qimmat, u yoq, bu yoq. Qo'yni tushungan akalarimiz o'zi bilishadi. Egiz, inasi bo'g'oz. Bo'g'ozi ham bo'g'oz, ikkita bo'g'oz. Oladi, olasiz uyingizga borganda qo'ylar 7 ta bo'lib qoladi inshaalloh. Quloq tashlarini ko'ryapsizmi? Quloqlarni qarang, quloq joylashuvini qarang mana aka. 3 qo'l ham chiqadi, mana. 3 qo'l chiqar ekan. Haqiqatda toza Qirg'iziston zotiga garantiyasi bor. Hurmatli obunachilar, 23 millionga barakasini olib qo'yib, telefon qilishadi, ozgina xayrini qilib berasiz Asrorbek. Bundan nima? Xayrini qilib bermasangiz bo'lmaydi aka. Xayrini qilib berasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Videoni oxiri aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Alloh hammadan xonadoniga xayr baraka bersin. Telefon qilasizlar.